Assalomu alaykum do'stlar. Dubay va men kanaliga xush kelibsizlar. Bugun meni Dubayga ko'chib kelganimga 9 oydan oshibdi. Hozir men sizlarga Dubayga qanaqa ko'chib kelganim haqida qisqacha gapirib bermoqchiman. Dubayga ko'chib kelishimdan oldin men Instagramdan yangi akkaunt ochdim va ko'chib kelishim qanaqa tarzda bo'lganini batafsil yoritib borganman. Menga eng ko'p berilgan savol Dubaydan qanaqa qilib ish topsam bo'ladi yokida ish topishimda yordam bera olasizmi degan savol. Bugun shu savollarga ham javob berib o'tib ketaman. YouTube'dagi kanalimni yaqinda ochdim. Agar kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar va faoliyatimizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Dubayga ko'chib kelishim tarixi 2024-yil iyunidan boshlangan. 29-iyun kuni biz Dubayga sayohatga kelganmiz 14 kunga. Dubayni xalq orasida yuradi. Ikkinchi laqabi Magnit deb, xuddi shunaqa o'ziga qattiq tortib olgan, ya'ni bu shaharni sevib qolganman. Nima qilib bo'lsa ham Dubayga ko'chishga harakat qilaman deb o'zimni oldimga maqsad qilganman. Dam olish tugagandan keyin O'zbekistonga qaytib bordim, lekin unchalik O'zbekistonga o'rgana olmadim. Dubay meni o'ziga kuchli torturdi. Undan keyin harakat qildimki, aynan Dubayga ko'chib ketishga, lekin bu yoqda birorta ham tanishim yo'qligi sababli ish topishga, bu yoqda joylashib ketishga ko'zim yetmagan. Shunga qaramasdan Allohga tavakkal qilib, Instagramda yangi blog ochaman, Dubayda ish qidiraman deb sababini qilib, Dubayga ko'chib ketishga qaror qildim. 14-avgust kuni men Dubayga ko'chib ketishga uzil-kesil qaror qilganman va bilet sotib olganman 7-sentyabrga. Bir oy oldin bilet olganman va 7-sentyabr kuni Dubayga kelganman. Instagramda yangi akkaunt ochganimdan keyin men o'zimni oldimga shunaqa maqsad qildimki, hayotimda nima bo'lsa, bilmayman oldinda meni nima kutyapti, nima bo'lsa hammasini boricha yoritish, ko'chib ketyapman, balki ish topa olaman, balki topa olmayman, balki orqaga qaytib ketishim mumkin yoki pulsizlikdan qiynalib qolishim mumkin. Chunki arzimagan pul olganman, yonimda $2000 atrofida pul oldim, adashmasam. Xuddi shunaqa qildim va 30-avgust kuni Instagramda yangi akkaunt ochdim. Shu tariqa o'zim kutmagan holatda Instagramim ko'tarilib ketib qoldi. Va 9 oy ichida hozirgi kunda 0 dan boshlagan akkauntim 103 ming ta obunachimiz bor, Xudoga shukr albatta. Xo'p, ko'chib kelishimdan oldin men Indeed va LinkedIn degan saytlardan ko'p ishlarga ariza tashlaganman, lekin javob kelmagan ko'psidan va kelganimdan keyin men o'z qo'lim bilan CV'larimni olib borib berishga harakat qilganman ish beruvchilarga. Agarda Dubayda yashamoqchi bo'lsanglar, bu yoqda ishlamoqchi bo'lsanglar, ingliz tilini albatta bilishinglar kerak. Ingliz tilisiz sizlarga bu yoqda hech kim ish bermaydi. Xo'p, Dubayga keldim, ishlarga ariza topshiryapman, lekin hech qayerdan javob olmayapman. Shu paytda meni Instagramim ham juda ham kuchli rivojlanyapti. Kuniga 1,5 mingta, 1200 ta odam yangi obunachi qo'shilib kelyapti. Universitetda bizani o'qitgan bitta o'qituvchimiz menga Instagramdan yozib qoldilar. Meni videoyim ularga rekomendatsiyaga chiqqan, ko'rib yozdilar. Dubayda ularning jiyanlari real estate kompaniya ochgani, uy-joy sotish bilan shug'ullanishlari haqida va shu tariqa kontakt alishdik, bordim, o'sha jiyanlari bilan gaplashdim va ishga kirib ketdim. Odatda Dubaydan ish topish 2 oy, 3 oyga cho'zilishini bilardim, lekin men o'zim kutmagan holatda bu jarayon tezlashib ketdi. Faqat bitta no tarafi bor. Bunga juda ham xursand bo'lish kerak emas. Chunki real estate sohasi bu nima desak bo'ladi? O'zingiz uchun o'zingiz ishlaysiz. Ya'ni uy sotsangiz sizda pul bo'ladi. Agarda uy sota olmasangiz, sizga hech kim pul bermaydigan soha. Shu tarzda ish boshladim. Bu ham meni Dubayda qolib ketishimga qanchadir sabab bo'ldi desak bo'ladi. Lekin uy sotish juda ham qiyin, nihoyatda qiyin uy sotish, chunki juda ham ko'p real estate kompaniyalar bor Dubayda. O'rtacha hisobda real estate agentlari 3 oy, 4 oyda bitta uy sotishadi. Kimdirlar misol uchun aytishi mumkin, bir oyda 3 ta sotaman, bir oyda 4 ta sotaman deb. Juda kam, ko'psi yolg'on desak ham bo'ladi. 90% dan oshuv odam o'rtacha 2 oy, 3 oyda bitta uy sotadi desak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Real estate juda ham daromadli ish, lekin Instagramda men yaqinda ko'chib kelganimni aytganman. Obunachilar bo'lsa, ya'ni meni tanigan odamlar yaqinda ko'chib kelgan odamdan uy sotib olishni xohlamagan. O'sha sababdan men uy sota olmaganman. 3 oydan oshiq vaqt davomida Dubayda yurdim. Faqat Instagram uchun ishladim. Instagramga kontentlar qildim. O'sha hayotimda nima bo'layotgan bo'lsa, hammasini boricha qo'ydim. Bu davr mobaynida men pul topmadim, uy sotmadim chunki
asosan O'zbekistondan pul chaqirtirib, o'sha pulga yashab turdim. Keyin dekabr oyida men turizm sohasi bilan shug'ullanishni boshladim. Dubayda uy sotish juda ham qiyinligini tushunib yetdim va O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan kelgan turistlarga Dubai ichki turlarini tashkillashtirib berish bo'yicha xizmatni yo'lga qo'ydim. Kirish biletlarini, misol uchun Burj Khalifaga, Palm Viewga yoki Atlantis Aquaparkga kirish biletlarini kassadan arzon olib beramiz. Shunga o'xshagan bu yoqdagi ichki ekskursiyalarni tashkillashtirib beramiz. Kimgadir rentakar kerak bo'lsa, rentakar olib beramiz. Shu xizmatlarni yo'lga qo'ydim. Keyin dekabr oyini oxirida men uy sotdim. Xudoga shukr, zo'r daromad qildim uydan ham. Lekin shu bilan turizm sohasini tashlab qo'yganim yo'q va hozirgi kunda menda asosiy ish turizm va undan keyin ikkinchi ishim bu uy-joy oldi-sotdisi, ya'ni real estate sohasi. Hop, Dubayga kelmoqchi bo'lgan obunachilarimiz, do'stlarimiz, sizlarga men shunaqa maslahat beramanki, ingliz tilini bilmasdan Dubayga kelish haqida o'ylamanglar ham. Agarda ingliz tilinglar yo'q bo'lsa, birinchi o'rinda ingliz tili o'rganinglar. Bundan tashqari real estate sohasiga agar uy-joy oldi-sotdiga kelmoqchi bo'lsanglar, yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Juda ham qiyin ish. 6 oyda bitta uy sota olmaydigan, kerak bo'lsa 8 oyda ham bitta uy sota olmaydigan odamlar bor. Bitta uy sotganingizda komissiyangiz $3000 dan misol uchun $30000 bo'lishi mumkin. Undan ham katta bo'lishi mumkin, necha pullik uy sotishingizga qarab. Lekin qachon uy sotishingiz noma'lum, uy oladigan odam kam, uy sotuvchilar juda ham ko'p. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar, bular hammasi meni o'zimni ko'rgan bilganlarim, Dubayga ko'chib kelganimdan keyin orttirgan tajribamga asoslanib sizlarga bilganlarimni aytdim. Video ozmi ko'pmi foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar va kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda mendan qanaqa videolar, qanaqa mavzuda videolar kutyapsizlar, obuna bo'lib qo'yishni ham esingizdan chiqarmanglar. Rahmat.